Assalomu alaykum oyijonim, mehribonim. Bular nima oyijon? Sarpomi deyman a? Vah! Zo'r. Dahshat. Didingizga qoyil oyijon. Unga shunaqangi yarashadiki. Vah! Oyijon, bunisi undan ham zo'r-ku. Chiroyli. Qoyil, pulni ayamabsiz. Bu ko'ylak Shahnozaga juda ham yarashadi oyijon. Chiroyliligini qarang buni. Asal. Yana nimalar oldingiz? Atlas, atlas. Axir atlas adras jinnis-ku. Keliningizni atlasda bir ko'ring. Shunaqangi ochilib ketadiki, bamisoli ertaklardagi malika. Bas qil. O'ynama. Oyi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ayta qoling, ichimni qizitmay. Yig'ladingizmi? Nima gap bo'lyapti? Oyi, tinchlikmi, tobingiz yo'qmi? Dadam qani, oyi? Dada? Dada, bu yoqqa tushing, oyim tobiqqa o'xshaydi, dada. Oyijon, nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsiz? Dadam qanilar, oyi? Nega yig'layapsiz? Dading tepada. Seni xonangda. Bizni gunohimiz nima edi? Aybimiz seni haddan ziyod yaxshi ko'rganimizmi? Nega bunday qilding? Nega? Bunday qilishga haqqing yo'q edi. Onangga rahming kelmaydimi? U bir o'limdan qolib seni dunyoga keltirgan. Onangga aytgan rahmatingmi bu? O'zingni shunchalar yomon ko'rasanmi? Dushmanmisan o'zingga?
Ahvolingga bir qara. Xarob bo'lding-ku. Xarob. Nega indamaysan? Gapir. Gapir nomard. Ha. Men narkomanman. Narkoman. Bunga esa siz aybdorsiz. Eshityapsizmi? Siz. Sarvar sizga kim bo'ladi? Jiyanim deysiz-da. U hech qanaqa jiyaningiz emas. Men hammasini bilaman. U o'g'lingiz. O'ynashingizdan tug'ilgan o'g'lingiz. Muhabbatingizni mevasi. Gap so'z bo'lmasin deb farzand ko'rmagan ukangizga o'g'il qilib bergansiz. Ha? Ha, indamay qoldingiz. Haqiqat shunaqa, achchiq bo'ladi. O'rtoqlarim Sarvar bilan aka-ukasilar deyishganda, men qanday ahvolga tushganimni siz tasavvur ham qila olmaysiz. U bizga kelganda siz quvonib ketardingiz-ku? Ha? Onam jonim. Onam qay ahvolga tushishini-chi siz bilarmidingiz? Dada, hammasiga siz aybdorsiz. Eshityapsizmi? Siz. Sardor, bas. Bas qil. Dadangga ovozingni ko'tarib gapirma. Seni haqqing yo'q. Men hech narsaga haqqim yo'q. Mana bu koshonangizga ham, topgan mol dunyoyingizga ham haqqim yo'q. Hattoki minib yurgan mashina ham meni nomimda emas. Sarvar. U haqli. Uni hamma narsaga haqqi bor. Yomon ko'raman uni. Ko'rgani ko'zim yo'q uni. Eshityapsizmi? Ko'zim yo'q. Agar senga shu kerak bo'lsa, ertagayoq hammasi seni nomingda bo'ladi. Faqat tashla. Tashla bu nomohil ishingni Sardor, bo'lmasa kech bo'ladi. Bu meni so'nggi ogohlantirishim. Shuni bilib qo'y. Boshim. O'lib qolaman. Oyi, sizga nima bo'ldi? Ko'rpa to'shak qilib yotib olibsiz. Kunim shu bo'lgach, ko'rpa to'shak qilmay nima qilaman? Shamollab qoldim. Bodim qo'zi degani. Oyi, o'zingizni siq tutsangiz bo'lmaydimi, ha? Seni davringda kasal bo'lmay nima qilardim, bolam? Xotiningga gaping o'tmasa. U esa o'zidan bilib, issiq sovug'imdan xabar olmasa. Ertalabdan beri xonasidan chiqqani yo'q. Men yotibman bu yerda. Dadang sho'rli nonushta qilmay issiqxonaga ketgan. Sizlarni deb o'lib tirilib ishlayotgan odamga nahotki bir piyola issiq choy beradigan odam bo'lmasa. Bunaqa kelinni nima keragi bor? Oyi, keliningizni ham mazasi yo'q. Unga balo ham urmaydi. O'zini kasalga soladi. Boya onasi bilan telefonda beyrongina gaplashayotgandi. Oyi,
Qo'ying shu gaplarni. Ayib menda. Men bilmasdan keliningizni dilini og'ritib qo'ydim. Sen? Voy, sen ko'ylini og'ritdingmi seni? Tavba. Gapga borgan kunim ko'p ichib yuboribman. Maslikda o'g'il tug'ib bermading deb Nafisaga qattiq gapiribman. U shunga xafa. Voy tavba. Voy. Rostdanmi? Voy. Rost gapdan ham odam xafa bo'lar ekanmi? O'lar endi. Oyi, shu gapni qo'zg'amang, iltimos. O'zi siqilib yuribman. Voy. Maslikda aytgan bir og'iz to'g'ri so'ziga siqilib yurganmishlar. Voy tavba. Qo'y. Bo'ldi, oyi. Nafisa, tur oyimga choy damlab ber. Nafisa. Voy. Xudo, ish qilib kunim shularga qolmasin-da. Voy. Bering bu yoqqa. Kerak emas, o'zim qo'yaman choyni. Bo'ldi, o'zim qo'yaman. Oyi, Nafisa damlaydi. Siz kirib yotsangiz bo'ladi. Xotiningga malol kelyapti, choy. Sizga qachon malol keldi deb aytdim? Nafisa, o'chir. Malol kelmasa, laqol kelin bo'lib o'zingiz tushlikka bir qultum choy damlab berardingiz-ku. Damlab beraman o'sha choyingizni. Menga bunaqa jahl qilmang, kelin. Shu bitta choyni o'zim ham qo'yib ola olaman. Yo'q, siz-chi, kirib yotavering. Ovqatni ham o'zim qilaman. O'zim sizni chaqiraman, boring. Shunaqami? Juda yaxshi. Nafisa, Nima deysiz? bu qanday muomala? Seni tushuna olmayapman. Men esa sizni juda yaxshi tushundim. O'zi bular oilasi bilan tarbiyasiz ekan. Bitta singlisi turmush qurmasdan bola orttirib olibdi. Yana bittasi bo'lsa, telefonda yigitlar bilan xiring qiladi. Iltimos, meni oilamni tinch qo'ying. Nafisa, oyimga bunday muomala qilma. Senga nima bo'ldi? O'g'il tug'mading deganing alam qilyapti-da. Ha, alam qildi. Judayam alam qildi. Bilmasangiz bilib qo'ying. Aslida o'g'il tug'masligimga men emas, o'g'lingiz aybdor. Voy, Nima? Ha, Murod aka, siz aybdor ekansiz. hoy kelin poshsha. Hoy, og'zingizgacha qarab gapiring. Nimaga? O'g'lim aybdor bo'lar ekan. Ha, shunaqa. Bu allaqachon fanda isbotlangan. O'g'il tug'ilishi faqat erkak kishiga bog'liq ekan. Buni hamma biladi. Faqat sizlar bilmaysizlar. Endi menga o'g'il tug'mading deb ta'na qilmanglar. Choy ichmoqchimidingiz? Marhamat. Mana choy. Xohlaganingizcha ichavering. Oy. Nafisa,
Menga qara. Boya gapni senga kim aytdi? Doktor. Doktor. Chindan ham shunday ekanmi? Bilmadim. O'zingiz so'rab ko'ring. Oyim ham ikkita qizdan keyin meni tuqqanlar. Balki bizda ham shundaydir. Men hech narsani bilishni ham, boshqa tug'ishni ham istamayman. Agar siz chindan ham o'g'il ko'rishni juda istayotgan bo'lsangiz, unda mayli. Oyingiz aytganidek bo'la qolsin. Men roziman. Hay, kiravering. Eshik ochiq. Kim bo'ldi ekan? Kiravering. Voy, assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz xola? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Keling bolam. O'tiring. Yaxshi keldingizmi qizim? Yaxshi yuribsizmi? Ha, shukr. Qalaysiz? Qani amin. Ilohi Tinchlik amin. xotirjamlik bersin. Allohu akbar. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat xola. O'zingiz yaxshimisiz? Shukr. Choydan oling. Rahmat. Yaxshi. Keling bolam, nima gap? Men Munirani dugonasi bo'laman xola. Ha? Iya, shundaymi? Ha. 2 kunda qizim qaytaman deganda. Shuncha vaqt o'tdiki, Ha. hali ham kelmayapti-ya. Tuzuymi ish qilib? Munira Toshkentga yeta olmagan xola. Ya. Voy, nega? O'zi qani? Voy, meni qo'rqitmang qizim. Munira vokzalda o'qishdan ketib qolgan emish. Voy, Uni kasalxonaga olib ketishibdi. Men ham bundan yaqindagina xabar topdim xola. O'zim hozir kasalxonadan Munirani oldidan kelyapman. voy bechora. Bechora dugonamning ahvoli juda ham og'ir. Ey Xudoyim. Sho'rlik, Ozodbekchi. Unga kim qarayapti? Ozodbek shu yerda emasmi xola? Yo'q. Birga ketishgan edi. Nima? Ozodbek yo'qmi? Yo'q. Tez yordam Munirani o'zini olib borgan. Yonida bolasi yo'qmish xolajon. Men uni shu yerda siz bilan qolgandir deb o'yladim. Qolsin degandim bolam. Lekin dugonangiz ko'nmadi. Ha, aytganday, balki opasiga tashlab ketgandir, ha? Opasiga? Men bola yo'lda qiynalib qoladi. Opangizga tashlab ketavering degandim. Qayerda bo'lishi mumkin? Balki opasidadir. Bilmadim xolajon. Opasiga qoldirishi bo'lishi mumkin. Yana kim biladi deysiz? Mayli xolajon. Unday bo'lsa vaqtni boy bermay. Har bir daqiqa g'animat. Shunaqa. Opasinikiga o'tib ko'raychi. Mayli, xayr. Yaxshi o'tiring. Bo'pti. Men chopdim. Xayr xolajon. Ishqilib Ozodbek o'sha yerda bo'lsin-da. Ey Xudo. Bu qanaqasi? Men ham oilam bilan tinch totuv yashashni istardim. Endi nima bo'ladi? Qizlarim otasiz o'sadimi?
bardoshim yetmayapti. Ortiq chidolmayman. Sen borsan, men yashayman. Sen meni hayotimsan. Nasiba. Qizim, nima mazangiz yo'qmi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nima bo'ldi? Xomush ko'rinasiz. Kayfiyatingiz yo'q. Agar qaynonangiz biror narsa degan bo'lsa, siqilmang. Uni dardi fikri o'g'il nabiri ko'rish xolos. Endi nima qilamiz? Ojiz banda-da. Farzandni Alloh beradi. Undan o'g'il yo qiz ber deb talab qilishga haqqimiz yo'q. Berganiga shukr qilib, umrini, rizqini so'raymiz xolos. Siz ko'p ham siqilmang. Men Murodjon bilan ham gaplashdim. Bilib bilmay dilingizni vayron qilibdi. Uni kechiring, qizim. Barakalla, qizim. Barakalla. Kechirim so'rashlariga o'layman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Rahmat. Ha? Yana nima bo'ldi? Keliningiz bir gap qildi. Qanday gap ekan? Uni aytishicha, keliningiz o'g'il tug'masligiga o'g'limiz aybdormish. Siz shunaqa gap eshitganmisiz? Onasi. Bu yaratganga ayon. Mana o'zing o'g'il deysan. Men el orasida yuraman. O'g'ildan ko'rmaganini qizidan ko'rganlar qancha? Xotinini gapiga kirib, keksa ota-onasini tashlab ketganlar qancha? Unaqalar yo'q deysanmi? Shukr qil xotin. Kelinimiz insofli. Kelinni shu gapni aytishga sen majbur qilgansan. Aha. Onasi yaratganni karami keng. Yaxshi niyat bilan so'rasang, tilaging albatta ijobat bo'ladi inshaalloh. Allohdan so'ra onasi. Egam mehribon. Qizni oilasiga kirib, o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglarmi? Yoki birorta g'iybatchini gapini ilib, shundan xulosa chiqaryapsizlarmi? Javlon shunday dedi. Ikrom u darajada laqma emas. Balki Ikrom bolasi borligini bilar. Shoshmang. Ikromni kim deb o'ylayapsiz?
Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Muhabbatdir demoqchiman, dada. Shunaqasi ham bo'ladi. Qattiq suygan kishi sevgilisini hamma aybini kechiradi. Mana. O'sha qizi o'zginasi. Esingizdan vaqt aka? Bolasini urib yuborishimizga ozgina qolgandi. Nasiba o'sha qiz ekan. Dada, Shohida haq gapiryapti. Aniq shu qiz edi. Nahotki Ikrom bilan turib shunday qilgan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Men bilmadim. Ikrom kelsinchi hammasi aniq bo'ladi. Yo'q, so'rab o'tirmaymiz. Ikrom biladimi, yo'qmi surishtirmaymiz. Uni unutsin. Bu qiz ukamni boshini aylantirib olgan. O'zi doim shu narsadan qo'rqardim-a. Siz ukang katta bo'lib qoldi. Hadi buni tergayvermadir deysiz. Mana oqibati. Shohida, menga qara. 25 yoshda ham ukang yosh bola bo'lsa, ayb mendami? Men ham senga uylanganimda 25 yoshda edim. Lekin o'zimni aravamni o'zim tortib yurardim. Vaqt aka, sizni tergab turadigan onangiz bor edilar. Ikrom yetim o'sdi. U juda ham sodda, ishonuvchan. Ukamni ko'z qorachig'ida asrab kelib, endi qandaydir bolasi bor. Ko'zi ochiq qizga topshirib qo'yamanmi? Yo'q, unday bo'lmaydi. Bo'ldi. Ikrom kelsinchi, hammasi aniq ravshan bo'ladi. Dada, men so'rab o'tirmayman. Aldovga chidolmayman. Xiyonatni kechirmayman. Agar birortasi siz bilan Ikromni laqillatmoqchi bo'lsa, uni tirnoqlari bilan maydalab tashlayman. Mushuk deydi. Aytdim o'zim ham buni yili mushukmi? Namuncha buni tirnoqlari uzun deb yurardim, ha? Buncha maynavozchilik qilasiz. O'zi hozir ko'nglimga qilam sig'mayapti. Men Munirani oldiga kelgandim. Negadir palatada yo'q. Ikrom, shu ishni juda yaxshi qilsan. Agar sen shu bugun yetib kelmaganingda, olam shumul janjalga sababchi bo'lib qolarding. Janjal? Qanaqa janjal? Qizim, Shu Rustam akani qizi Bo'xton. Nasiba opangning sovchilari qaytib ketishganmish, ha? Bu javlonning ishi bo'lsa kerak. Men hoziroq Ziynatxon bilan gaplashaman. Kerak emas. Opajon, sizga nima bo'ldi? Dada, nima gap? Mahallada gap bo'lgan qizni Sobirvoy o'g'liga olib beradi deb kim aytdi senga? O'qding, a? Ikrom akani uyiga tushdimmi? Ikromni tinch qo'ying. Bu yerga umuman qo'ng'iroq qilmang, eshityapsizmi? Uni boshqa qizga uylantiryapmiz.